Savsav nəhayət yiraqni ko'radigan odam desam ishonamsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsav nəhayət iqtidorli kishi deyishga bo'ladi. Undaq bo'lsa Savsavninki yiraqni ko'rarligini biz nalardan ko'rib olaymiz? Birinchisi, Dongjuani qaslash. Uninki Dongjuani qaslashdagi maqsadi. Bir maqsadi Dongjuani o'ldirib o'tish orqali podshohlikka to'yib qo'shish. Ikkinchi maqsadi shu orqali nom chiqarish. Demek ikki xil ahvolda u nəhayət cho'ng unumga erishadi. Ikkinchisi, 18 taraf qo'shinlar yig'ilgan vaqtda Guanyu Huashongni o'ldirib, nəhayət cho'ng shuhrat topadi. Ammo boshqa baglar hammasi Liu Bei'ni va Guanyularni ayirib chiqarib etishni o'ylaydi. Chunki o'zidan kuchli bo'lib ketishni xohlamaydi. Ammo Cao Cao dal mush vaqtda Liu Bei va Guanyularni o'ziga tortib qo'shib olishni ham ulardan foydalanishni o'ylaydi. Demek ahırgi bağa vaqtda Liu Bei Guanyular nom qozonib nəhayət iqtidorli kishilarga aylandi. Üçüncüsü, podshoh talafotga uchrab sirtqa qolgan vaqtda, ya'ni dalada qolgan vaqtda uni qutqizishga hech kim bormaydi. Yuanshular hammasi podshohni yinimizga kelib olsak, bizga bir podshoh boshqurgan odam bo'lib qoldi. Biz hech qanday ish qila olmaymiz deb o'ylaydi. Ammo Cao Cao agar men podshohni qutqizsam, podshoh Kao kelsa, men podshohni taraqqiy qildirib vazir bo'la olaman. Agar podshoh Kao kelmay qolsa, men podshohdan foydalanib, avom fuqarolarni yoki boshqa baglarni boshqara olaman deb turib, hech kim bormagan yerga berib podshohni olib keldi va uningdan unumli foydalan oladi. Demak, Cao Cao'ningki dal mushundaq oldin ko'rar iqtidor bo'lganligi uchun oxirda hisobda to'liq g'alaba qilolmasmi, eng cho'ng baglarning birisi bo'la oladi. Shu odam bir ishni qilgan vaqtimizda iyilik tiklash bo'lsin, yoki kasbda putuq qozonish bo'lsin, yoki jahondorchilik bo'lsin, chuqur yiroqni o'ylashni o'rganib olishimiz kerak. Faqat bo'rnining uchidagi foydadan emas, bo'rnining uchidagi ishlarni emas, kelgusida zot qandoq bo'lishi mumkin. Biz keyin mushu ishni qilsak, bizning keyingi taraqqiyotimizga qandoq foydasi bo'lishi mumkin degan o'ylab turib, shu ishlarni qaror qilgan vaqtimizda demak bizningki keyingi ishlarimizga foydasi bo'ladi degan. Agar sizmi bu so'zlarim qo'shilsangiz, astidagi imkaz qayilga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jahondorchilikqa, iyilik tiklashga oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonimga puchur qiling.